Assalomu alaykum. Hozir mana bog'daman. 11-may kunida Chinoz tumanida, Toshkent viloyatida Maksimum Tour padvoga gulangan Sweet Ariana gilos avini olib turibman, ko'rasizlar holatini. Bugungi kundagi holati mana. Juda ajoyib, yirik mevalar. 30+ bor bemalol holat. Daraxtdagi holati mana mevalarni. Toshkent viloyatiga xudo xolasa yaxshi tushyapti. 1 kilosi uchun 55 mingdan berishyapti bu narx uchun. Holat. O'zimiz konsultatsiya qiladigan bog'imiz 2019-yilda ekilgan. Bugungi kundagi holatlar mana. KGB usuli tarbiya qilyapti bog'. Holat. Bitta daraxtda kamida 5 kilodan meva bor. Kamida. Ta'mi ham juda shirin va mazali. Bitta asosiy muhim jihati buni ikkitalik bo'lmaydi umuman va yirik bo'ladi. Kalibrovchi deganini ko'rsatdim, ko'rgan bo'lsanglar. Va yana ko'rsatamiz, xudo xolasa. O'zi ma'lum qanaqaligi, yirikligidan. Bemalol katta bog'lan qilsanglar bo'ladi bu sortlar bilan. Ya'ni o'zini-o'zi bemalol oqloladi. Agar 10 tonna bersa 1 gektarda $4 urganimizda ham $40 ming bor gektardan bemalol. Bu aniq faktlar. Hozir egalari taniqli inson bo'lganligi uchun ko'rinish berish xohlashmadi. Lekin umumiy holatda shu bog' holati. Aniqlik bizda bilasizlar, birinchi o'rin turadi. Sifrada, ya'ni raqamlardan aniq ayta olamiz hamma narsani. Hektaridan xudo xolasa bu yilga 8 tonnadan mo'ljallashyapti. Endi keyingilik mana bu qismlari mevaga yotsa xudo xolasa biz 10 tonnaga chiqa olamiz. Oxirgi 2 yildagi qattiq sovuqlar ta'sir qildi bog'larda. Shuning uchun holat shunaqa bo'lib turibdi. Giant Red mana qo'shma bo'ladiganligi uchun ko'rsataman hozir, qo'shma bo'lmasligini. Mana Giant Red navi. Birortasida qo'shmoqlik yo'q. Mevada. Mana. Hali pishmagan, hali bor ozgina. Qo'shmoqlik yo'q mana Giantlarga. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunisini ham ko'ramiz. Kalibri ham 28+ bor xudo xolasa mana. Juda ajoyib. Qattiqligi ham juda qattiq. Qo'shmoqlik ham bittasini tahakkalab ko'raman. Va xolasa umuman qo'shmog'i yo'q. Giant Red navi. Buni ham tavakkal ko'raman. Mana. Juda chiroyli. Ekish tavsiya qilaman. Eksport uchun juda yaxshi sotishyapti hozirgi kunda. Voy mashalloh, mana mevasi. $4 sotyapti bemalol mevasini. Shu petotni qo'ldan bozorga kelyapti shekilli. Mana bunday ham. Kalibri 32+ bo'ladi xudo xolasa. Pishishiga yana bir 5 kun bor.